Manhattan bilan Bruklinni bog'lab turuvchi Battery Tunnel ning kirish og'iz markazida turibmiz. Aynan mana shu tunnel bir kuniga $380,000 pul ishlab topadi. Albatta bu juda ham katta summa va mana shu tunneldan kuniga 55,000 dan ortiq mashina harakatlanadi. Bu tunneldan Manhattandan Bruklinga o'tadi. Qizig'i shundaki, har bir o'tayotgan mashina mana shu tunneldan foydalanish uchun $6.94 pul to'laydi. Va umumiy jamlanmasi 55,000 ta mashinaning jamlanmasi $380,000 va undan yuqori bo'lgan summa har kuni MTA, ya'ni Manhattanning, ya'ni MTA Transportation shu tunnel, ko'prik, yo'l qurilmalariga qarashli katta kompaniyaning ko'p oqibatga kissasiga tushadi. Ko'ringlar, biz aytayotgan tunnel mana shu.